Xo'p, hammaga salom. Meni ismim Javohir. Sizlarga bugun bitta narsani o'rgataman. Ko'pchilik so'ragandi. Biladiganlar malades, bilasizlar. Ko'p gapirmaylar. Bilmaydiganlar uchun edi bu va davom etamiz. Birinchi o'rinda nima ish qilamiz? Birinchi o'rinda shunchaki brauzerga kiramiz. Qidiruvga mana so'zni kiritib qidiramiz va birinchi chiqqan saytga kiramiz. Xo'p, birinchi chiqqan saytga kirsak, internet ozgina qilyapti. Xo'p, test uchun tekin paketi bor, ya'ni foydalanish uchun tekin trafik paketi bor. O'shandan foydalanishlaring mumkin. Bu paket haqida ma'lumot, informatsiya bera olmayman, vaqt cho'zilib ketadi. To'xtalgim kelmayapti. O'zlaring qidirib ko'ringlar, если что ko'ringlar, просто nimalar bor-ku, nimalar yo'q, sizlarga nimalar tavsiya qilishyapti yoki nimalarni berishyapti sizlarga. Cloud, ya'ni bu server hosting. Men shunchaki akkauntim bor, shunda kirib qo'ya olaman. Chiqib ham ketibman. Xo'p, kirdim. Bu yerda ko'rib turibsizlar, hech qanaqa web file manager degan tushuncha yo'q bu yerda. Endi u nima desalaring, fayl yuklash uchun, boshqa narsa qilish uchun, o'chirish uchun, edit qilish uchun, papkalarni sazat qilish uchun web file manager bo'ladi. Bu yerda unaqa tushuncha yo'q. Bu yerda faqat FTP bor va SSH bor. Biz hozir SSH ko'rib chiqamiz. FTP ko'pchilik biladi bu narsa nimaligini. Ya'ni shu narsa orqali siz qurilmangizdagi fayllarni yoki papkalarni mana shu serverga ko'chirib o'tishingiz mumkin. Mana shu protokol orqali. SSH bilan ham shunaqa. Ya'ni SSH da SFTP degan tushuncha bor, ya'ni ikkalasi bittada. Tushunasizlarmi? O'sha narsani ham qo'llab-quvvatlaydi. Ya'ni FTP. Internetda ko'rishlaring mumkin. Unga ham to'xtalgim kelmayapti. Men prosta hozir sizlarga testda bitta Telegram bot Pythonda yozganman. O'shani ishga tushirib ko'rsataman sizlarga 24 ga yetdi mana serverga ulab. Xo'p. Bundan chiqib ketamiz. Terminalga kiramiz. Bir-ikki marta sizlarga ko'rsatdim oldingi videolarimga ham bu qanaqa qilib ulanishdi. SSH qilamiz, qaranglar. Saytga kirdilaring, mana saytga. Mana saytga kirdilaring. Bu saytga kirganlaringdan keyin sizlardan Gmail so'raydi. Pagon so'raydi. Pagon degani o'sha nom, keyin parol so'raydi. Parol bilan pagonni esdan chiqarib qo'ymanglar, chunki hozirga kerak bo'ladi SSH ga ulanish yoki FTP ga ulanish uchun. Meni pagonim Javohir. Javohir. Xo'p, endi kuchukcha qilamiz-da. Keyin SSH qilasiz. Keyin pagonni nomini yana yozasiz, saytning nomini yozasiz, .com .net bo'ladi. Enter bosasiz keyin. Shas. Slash bosaverman. SH enter. Keyin o'sha saytga kirgizgan parollaring bor-ku, o'sha shu yerda ishlaydi. 1 2 3. Shu yerda ishlaydi. Ularni qaranglar. Bitta tozalab olasizlar, ish akkuratlik bo'lishi uchun. Xo'p, nima qilamiz endi? Men bitta Telegram bot Python yozganman. O'shaning kodi bor. Sizlarga hozir uni yozib qo'yganman. Prosta ishlatish uchun shunchaki nusxa olib shu yerga joylashtiramiz. Xo'p, nima qilamiz? Bu terminalni o'zini Nano degan matn muharriri bor. Sublime ga o'xshagan yokida Visual Code Editor bor-ku, o'shanga o'xshagan matn muharriri, faqat terminal uchun. Bu yerda nima qilamiz? Nano degan komandani yozamiz, buyruqni. Keyin fayl nomini yozamiz, tipini ko'rsatamiz keyin. TTS bot bot.py enter bosamiz. Botga kiradi. Endi Sublime ga kirib olaydi men. Sublime'da mana tayyor kodimni nusxa olaman. Terminalga kiraman, shu yerga tashlayman prosta. X bosaman, mendan so'raydi. Saqlamoqchimisan bu narsani deydi. Ha, ya'ni yeni bosaman. Saqlamoqchimisan mana shu faylda deydi. Men tipini o'chirib yuborman. Ha, o'zgartirsalaring ham bo'ladi. Nomini enter bossalaring prosta o'sha nom kirgizgan nomlaring bilan saqlanib boradi. Ko'rsalaring mana bu yerda turibdi keyin ttsbot.py. Endi bu yerda nima qilamiz hozir? Mana buni o'chirib olaylik sizlarga. Bu yerda nima qilamiz?
Unda shu yerda botni ishga tushirsak bo'ladi. Shu yerda botni ishga tushirsak bo'ladi. Prosta hozir nima bo'lmasligini ko'rsataman sizlarga hozir. Xo'p, botga kiramiz. Start komandasini bosamiz. Megina qo'ydi bu. Vot, ishlayapti. Zadi chebir qoldi Wi-Fi gina qilganim uchun. Xo'p, ishlayapti, sinab ko'ramiz. Salom, men Javohirman deb enter bosamiz, ketadi. Ovoz turini tanlang. Xo'p, kimni tanlaymiz? Nimani tanlaymiz? Xursand yoki xafami? Yo'q, xursand bo'la qolsin. Xursand. Salom, men Javohirman deydi hozir. Salom, men Javohirman. Va alaykum assalom. Xo'p, endi bitta problema bor-da bizda. Botni ishga tushirdik. Endi ishlayveradimi degan savol bor. Yo'q, ishlamaydi. Terminaldan chiqadigan bo'lsak, mana buni to'xtatadigan bo'lsak, bot ishlamaydi. Bot ishlamaydi. Ishlamaydi. Endi nima qilamiz botni? Saytga kiramiz, qarang. Saytga kiramiz. Akkauntga kiramiz. Akkauntga kiramiz. Menga internet. Vot. Endi men bo'limga o'tamiz, qaranglar. Mana bu yerda server degan narsa bor. Endi mana bu yerda qo'shamiz. Qaranglar. Search user, ya'ni Javohir, men pagonim, komanda. Nima qilamiz komanda? Yutqon qilamiz-da. Kodimizni nomini kiritamiz, o'sha kod faylimizni. Tipi bilan .py. Bo'ldi, bu yerda boshqa hech narsa kerak emas. Nimaga chiqib yozmay qoldim? Tayyor. Nomini to'g'ri yozsak bo'ldi. Samigilamiz. Bu yerda boshqa narsa yozsalaring ham bo'ladi. Eng pastiga tushsalaring mana bu yerda ko'rsatilgan, ya'ni papkaning ichida bo'lsa, papka manzilini yozasizlar botga. Xo'p, tayyor. Qani, botga chiqdimi? Chiqdi, xo'p. Endi botga kiramizda. Botga kirsalaring уже mana ishlayapti. Mana bu terminalni o'chirib tasalaring ham bo'laveradi endi botda. Bu kerak emas. Bot polni ishlayveradi. Ani nim yuri. Bot ishlayapti. Ovoz yaratish. Salom. Nova. Bot kodiga qiziqqanlar bo'lsa, videoni ko'rgan paytlaringda kommentga kiringlar-da. Bot kodini ham tashlaysiz, men tashlayveraman. Bu kimdir ko'rgan bo'lsa, shundan bilamiz-da. Xo'p, endi xafa qilaylik. Boya xursand edi. Salom. Xo'p, video shotgacha edi. Nimadir o'rgangan bo'lsalaring, manfaati tekkan bo'lsa bu videomiz. Sizlarga ham rahmat, tomosha qilganlaringiz uchun deb qo'yaman. Boshqa narsa yo'q-da. Nima deyman boshqa?